Ishni ochsangiz, qo'shnilar darrov yugurib chiqadigan mazali salat tayyorlaymiz. Ikra tayyorlaymizlar endi. Baqlajondan faqat ikra qilavermasdan shu mazali salatdan albatta tayyorlab ko'ring. Mazasi bomba bo'ladi o'zi ham. Barcha mahsulotlarni yirik shaklda to'g'rab olamiz. Idishga 2 cho'mich yog' solib qizdirib, piyozni sal o'ldirib qovurib olamiz. Qizil bolgarskiy va ko'k bolgarskiyni solib qovurib olamiz. Chesnok bilan ozroq tuz solib, bitta qovurib, baqlajonlarni solib, qovurib, pomidorlarni solib, ezilib, suvi chiqqandan keyin chesnokni qolgan yarmini solib, ko'pgina ko'katlar, bitta dungan yarim dori ozroq tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz va 10 minutga dimlab qo'yamiz. Eng asosiy qismi 2 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq uksus solib, bitta aralashtirib 5 minutga dimlaymiz va olovni o'chiramiz. Mazasi shunaqa zo'r chiqqandan shartta qishga yopib qo'ydim ikkitasini. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qolib, qarindoshlar gruppasiga ham yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.